Evet. Ha. Yopilyapmiz, yana 5000 so'm bo'ldi. 25 ming so'm havoda. 225 ming so'm qoldi. Qatga boraman endi. Babu kelyaptimi? Kelyapti. Xeyr. Boshlayapti ekan. Ha, bo'ldi. Bittasi boshim yuvadi. Bittasi bitta pulim yo'q. Bittasi unda. Bo'ldi, tamom уже. Lupa nimaga? Bitta zo'r tema bor ekan. Bosaveramiz har doimgidek. Sayohatni chindan sizga mos va zavqli qilamiz. Bookie cho'ntagingizdagi sun'iy intellekt yordamchi va ishonchli sayohat rejalashtiruvchisi. Birinchi safardan so'ng qaytib kelishmaydi. Bu esa yillik 1.7 milliongacha turistlarni yo'qotish demakdir. Asosiy muammolar infratuzilmalar, marshrutlar, xizmat ko'rsatish sifatining pastligi, aniq va ishonchli axborot manbalarining yo'qligidir. Bu muammolarni hal qilish uchun biz Bookie platformasini yaratdik. Bookie O'zbekiston va O'rta Osiyo mamlakatlarida sayohat qilish uchun milliy platforma. Endi sizda borar joyingizda transport va turar joy band qilishdan tortib, toki u joy haqida ma'lumot olish, onlayn gid yollash xizmatigacha barchalarini bir joyda topish imkoniyati mavjud. Bookie AI yordamida foydalanuvchiga qisqa va aniq savollar berib, foydalanuvchi ko'ngildagidek yolg'iz yoki jamoaviy sayohat rejalarini tuzib beradi. Sayohatchilar uchun moslashtirilgan rejalarni boshqarib boradi. Foydalanuvchilarga aniq ma'lumot beradigan va ilhomlantiradigan trigger vazifasini bajarib boradi. AI gid va AR texnologiyalaridan foydalanib, tarixiy va madaniy joylarni virtual ko'rish, borib sayohat qilish imkonini beradi. Diqqatga sazovor joylarni endi alohida qidirib o'tirish shart emas. Eng mashhur va eng ko'p sayohat qilinadigan marshrutlarni bir joyda taklif qilamiz. Shuningdek, platformadagi barcha joylar haqidagi ma'lumotlar, izohlar va baholar real foydalanuvchilardan olinadi. Bu esa ularga ishonchli va aniq ma'lumotlar berish imkoniyatini beradi. Bookie sizning shaxsiy, aqlli va ishonchli sayohat rejalashtiruvchingiz. Bironma deb, nimaga qizim aylanishga chiqaylik. Tamom. Zo'r bo'lardi o'xshasa. Bookie.uz